Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi mebelimizni topshirdik. 4 metrdan oshiqroq joyga o'rnatdik. Xudo xolasa 420 ga ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Videoda oxirigacha tomosha qilsanglar, narx-navolari hamma yo'g'ini aytib o'tib ketaman. Mebelimiz burchakli holatda G obrazli bo'lib tayyorlangan. Xo'p. Salafanlarga e'tibor bermaysizlar. Uyda remont ishlari ketayotgani uchun salafanlarni olmadik. Burchakasida xolodilnik joylashtirganmiz. Keyin ozgina rабочий stol tagida mikrovolnovkadan keyin mo'ykani joylashtirganmiz. Mo'ykalarni ham qora mo'ykalarni smesitillari bu yoqdan sushulkalarni qo'yib berganmiz. Vishilka burchakli holatda polkalari polniy qo'yilgan, bo'sh joy qolmaydi. Xudo xolasa bu yerga gaz vitishga gazini qo'ymadik, gaz olmagandan keyin tagiga duxovka qo'yadigan joy qilib berganmiz. Har doimgidek albatta gazdan oldin rабочий stol tashlagan holatda, hurmatli obunachilar, mebelimiz akril materialdan tayyorlandi. Polniy plastmassa kronkadan foydalanganmiz. FVH. Hop. Mebelimiz flafonli holatda, salishsalar rossiyskidan foydalanganmiz. Ko'rib turganlaringizdek, orqalariga granitdan foydalandik. To'klarni chiqarib berdik, razvedkalarni o'rnlarini. Ularda obunachilar mebelni razvedkalarni tushirishdan oldin, remontdan oldin chaqirsanglar, shuni singari hamma narsasi o'rniga tushadi. Gofralarni ham, joylarini hamma yo'g'ini aytib ketganmiz. Juda ham chiroyli holatda bo'ldi, hammasi joy-joyiga tushdi. Ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Bir pagani metrini 2.300.000 so'mdan yasab beryapmiz. Vodiy bo'yicha dastavkalarimiz bepul. Qolgan joylarga, vohaga dastavkasi kelishilgan holatda.